Assalomu alaykum. Sizlar bilan Abubakir Mirzarahmetov YouTube'ni birgalikda o'rganamiz. Amerikan YouTube. Amerikan YouTube kanali. Bugun ikkinchi kun, ikkinchi roligimiz. Inshaalloh sizlar bilan birgalikda YouTube'ni o'rganishga davom etamiz. Bugungi nishamiz nima haqida? Bugungi nishamiz Plants vs Plantstorm Arena kanali. Ushbu yo'nalish juda mashhur nishalardan biri. Bugungi kunda juda ham prosmotrlari juda yaxshi ketayotgan Plants Zombie vs PvZ shu kanalda hamma shu roliklar juda ham mashhur hozir. Mana prosmotrlarni kecha o'tgandagi rolikda aytib ketgandim. Ushbu stilda qanday qilib rolik yasaymiz degan mavzuni ko'tarib chiqdim. Birgalikda ko'rib tursangiz o'rganamiz inshaalloh. Buning uchun bizga shu Plants vs Zombies PvZ ning mod versiyasi bo'ladi. Buni men Telegram kanalimda qoldiraman. Telegram kanalim profilda bo'ladi. Mana kanalimda bo'ladi o'zim. Mana bu yerda Telegram silkani qoldiramiz. Xudo xolasa shu yerdan kirib shu o'yinni yuklab olishingiz mumkin. Inshaalloh. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz o'yin qanday o'rganadi va qanday nastroyka qiladi. Buning uchun mana o'yinni video montaj qilib qo'yib qo'ygan. Birgalikda ko'ramiz. Qani ishladik. Mana do'stlar, o'yin shu. Faqat buni mod versiyasini olishingiz kerak. Pastroq qilamiz. Mana ichkarida ko'rganlardek mana kirib olamiz. Mini gamesni bosamiz o'yinni sozlash uchun. Mana keyin do'stlar level editor. Keyin do'stlar mana bu tanlab olamiz quyoshchan. Keyin esa do'stlar turganingizdek shunday ekran chiqadi. Biz bu yerda biz save level saqlanib olamiz yoki channel mana bu yerdan o'zgarib ketmasligi uchun menizek mana my menu restart qilib chiqamiz. Akbert bosiladi. Yana bu yerdan tanlab olamiz. To'xtanglar, shoshildik. Aslida mana Akbertda bosilgandan keyin nastroykasini mana bu quyoshchalarini ko'paytirib olish kerak. Biz birinchi o'rin bu quyoshchalar kamligi uchun biz totib olmaymiz-da soldatlar. Hozir boshqa tanlamiz. Yana qopga bosamiz, challenge bosamiz va level editor bosamiz va Akbertni bosamiz. Ko'ringizki ushbu oynaga chiqadi. Quyosh nimachani bosib olamiz va mana set starting song. Bu yerda pul mana quyoshchani xohlagan summada qo'ya olishingiz mumkin. Va pastdagi bu jon. Bu bilan joni xohlagan zombini tanlashingiz mumkin. Men o'zim tayyorlab qo'yganman, tayyor. Ustiga bosilsa bo'ldi do'stlar. Hech qanday o'qnik mana xohlagan zombilar qiziq bo'lishi uchun shu bosib qo'yiladi. Va keraklilarni mana sizga yoqqan zombilarni tanlab olasiz. Shu yerda men bu yerdan tanlab qo'ydim. Mana ko'rganingizdek shunday qilib mana buni ham xohlaganingiz tanlab olishingiz mumkin. Faqat o'ynash kerak. Bizda kam o'ynalganimiz uchun hozir ikkalasi turibdi. Boshqalari mana ochilmagan. Do'stlar, ko'rganingizdek mana bu yerda 3-chi set zombies bilan buni yoqib qo'yamiz. Mana bu yerda hammasini yoqib chiqishimiz kerak chiroyli chiqishi uchun. Redstone, Monster, State Ride, Odyssey Plants, Odyssey Modified, shular hammasini yoqishimiz kerak. Keyin yoqib chiqamiz. Mana Lester Rock'ni bosamiz yana. Yana shu oyna chiqib keldi. Keyin save levelni bosish kerak. O'zi bossangiz o'zgaradi. Mana pastda turgan. Sizlarga maslahat beraman, shuni o'zgartirmasligini. O'zgartirsanglar mana hozir qo'yib ko'ramiz. Mana bo'ladi. Hozir o'tgan video. Mana bunday mana o'tgandan keyin
Shuni oyna chiqib qoladi mana do'stlar. Bu yerda xatolik bo'lgan. Mana bu yer qo'yiladigan osunliklar bizda yo'q. Shuning uchun mana boshqatdan kirib, boshqatdan chiqamiz. O'tkazaman deganlar mana. Bu yerda o'ynab bo'lmaydiganlar qilib ko'rdi. Mana hech qanaqa qurol berilmadi, xatolik bo'lgan chunki. Mana boshqatdan qilib chiqdik do'stlar. Boshqatdan terib chiqamiz hozir. Ko'rganingizdek. Yana maymin mana ko'rganingizdek mana bu yerdagini o'zgartirdim. Lava emas, dayda tursin mana. Ko'rib belgi qo'yamiz 07 da. Bunda turgani ma'qul o'yin bo'ladi. Mayminni bosamiz. Yana maymin yo'q. O'kka bosiladi. Va challenge. Mini games. Keyin custom level bosiladi. Xatolik bo'lgan bu yerda. Boshqadan ko'rsatamiz. Challenge. Games va custom level. Aktivate bosiladi. Mana do'stlar boya tanlab olgan zombilarimiz chiqdi ichkari. Shu yerda mana mana qilib o'tib turadi ekanlar. Bu belgilangan dasturga bo'yicha mana startda bosilsa agar zombilar chiqadi. Ungacha siz taxlab olishingiz kerak. Sizga kerakli nimalar. Shunday qilib taxlab o'yin qizdirib ketaveradi do'stlar. Taxlab bu yer to'ldirib olganingizdan keyin start bosiladi, start tugmasi. Mana ko'rib tursiz, shu o'yin qiziqtirish qolgani o'zingizda mana. Olasizlar mana do'stlar, ovoz inglizcha subscribe qilib, ovoz subtitre qilib ovoz qo'shsanglar bo'ladi. CapCut orqali. Mana do'stlar, start round bosildi. Mana kelish boshlandi jigar. Kelayotgan zombilar ularga qarshi o'yin kuchayib boradi. Mana merlarni taxlab bo'shagan joyga to'ldirib chiqarasiz. Takansa o'yinlarni do'stlar mana 12-13 o'yin bo'lgan. Ko'rganingizdek shu rolik. Shu kimga tushunarli bo'lgan bo'lsa, like va opsiyani like va kommentarni bosib qo'yinglar. Tushunmaganlarni kommentariyada izohlarda belgilab qo'yinglar. Bugungi roligimiz shunday iborat edi. Xudo xolasa keyingi bizning roligimiz Shadow Stick Wars haqida. Bu ham bugungi nisha juda populyarni mashhur nishalardan biri. Shuni birgalikda qanday yuklab olish, qanday o'ynash, shuni o'rgatamiz. Mana shunday bo'lib sizlar bilan Abubakir Mirzo Rahmedov bo'ldi. Hammaga omad. Salomatda qoling.